Bilasizlarmi, hayotda ikki xil turdagi insonlar bo'ladi. Biri hamma narsasi bo'lsa ham hech qanaqa muvaffaqiyat uchun harakat qilmaydi, faqatgina yo'q narsani o'zidan qidiradigan inson. Ikkinchisi esa qo'lidagi bor narsa, hamma imkoniyatdan 100% foydalanadigan insonlar. Bular hayotda o'zinglar bilasizlarmi, qaysi biri ko'proq muvaffaqiyatga erishadi? Albatta, ikkinchi turdagi insonlar. Chunki ularning qo'lida hech narsa bo'lmasa ham, o'zidagi bor qobiliyatidan, bor energiyasidan, nimaiki bo'lsa o'shandan 100% foydalanib, muvaffaqiyat sari intiladi. Ikkinchi turdagi insonlar esa doimo bahona qilishadi, hech narsaga erisha olmaydi, kimdir ular uchun ishlab berishi yoki pullarni olib kelib berishini istashadi va shunchaki divanida o'tirib o'sha sevimli kinosini ko'rishni yoqtirishadi xolos. Ular hech qachon muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Chunki nimaga? Chunki bor imkoniyatdan foydalangan inson har doim muvaffaqiyatga erishishi ehtimoli juda ham baland. Hamma narsani to'g'ri turib hech narsaga harakat qilmaydigan inson esa muvaffaqiyat